Barchaga salom. Sizlar bilan bugun Xitoyning Anfu provinsiyasida joylashgan USCC, ya'ni Xitoy Fanlar texnologiyalar universitetiga degree programs, ya'ni magistratura, doktoranturaga arz topshirish jarayonida e'tiborga olinadigan jihatlar va qilinadigan ishlar haqida qisqacha o'zimni kam bo'lsa-da eksperiensimdan kelib chiqqan holatda video gaplashamiz. Hop. Birinchi navbatda USCCni saytiga kiradigan bo'lsak, saytiga kirganimizdan keyin admission qismiga o'tadigan bo'lsak, admission qismida barcha degree programs va bakalavriat darajasiga arz topshiruvchilar uchun kerakli ma'lumotlar keltirilgan. Magistr va doktoranturaga ariza topshiruvchilar uchun kerakli ma'lumotlar ushbu qismda, almashuv dasturlari uchun ariza topshiruvchilar uchun ma'lumotlar bu qismda keltirilgan. Hop. Biz magistraturaga ariza topshirish bo'yicha ozgina tajribaga ega bo'lganligim uchun ushbu video asosan magistraturaga ariza topshirish jarayonida qilinadigan ishlar haqida bo'ladi. Doktoranturaga ariza topshirish jarayonlari ham xuddi shunday bosqichda amalga oshadi. Hop. Universitetning xalqaro kolleji bor, ya'ni bu xalqaro talabalar bilan ishlovchi, ularni hujjatlarini yig'uvchi, ularni kerakli departamentlarga mos ravishda ular o'rtasida professor va ariza topshiruvchilar o'rtasidagi intervyu va imtihonlarni tashkil qiluvchi xalqaro kollej mavjud. Hop. Ushbu qismdan application bo'limiga o'tadigan bo'lsak va graduate programmasini tanlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, universitet taklif qilayotgan 78 ta turdagi magistr yo'nalishlari, asosan 9 turdagi doktor yo'nalishlarini ko'rishingiz mumkin. Va bu hamma kurslar odatda ingliz va xitoy tillarida o'qitiladi. Qaysi biri xitoy tilida, qaysi biri ingliz tilida o'qitiladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, keyingi program qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda har birini fayl shaklida keltirib o'tilgan. Deylik, birontasini ustiga bosib, ya'ni magistr yo'nalishlarini ingliz tilida o'qiladigan yo'nalishlarni ustiga bosadigan bo'lsak, faylni yuklaydi. Faylni yuklaydi. Ko'radigan bo'lsangiz, mana astronomiya bo'yicha, geofizika va fizika bo'yicha o'qitiladigan yo'nalishlar, ya'ni beriladigan oxirgi yo'nalishlar va qilinadigan tadqiqot sohalari, o'sha sohalar bo'yicha tadqiqotni amalga oshirasiz. Keyingi qismiga o'tadigan bo'lsangiz, bu professor, ya'ni bu eng asosiy qismlardan biri. Nimaga aynan saytga joylangan xalqaro kollej, ya'ni universitet har yili xalqaro talabalarni qabul qiluvchi professorlar ro'yxatini universitetga joylaydi. Ushbu ro'yxat oddiy ro'yxat emas, har birini kerakli ma'lumotlari, ya'ni har bir professor haqida kontakt ma'lumotlaridan tortib toki u chiqargan maqolalargacha qisqacha bo'lsa-da ma'lumotlar keltirilgan. Deylik, fizika bo'yicha bironta o'qituvchini ustiga bosib ko'radigan bo'lsak, professor supervisorni. Hop, mana o'qituvchini kontakt ma'lumotlari, profili, tadqiqot sohasi, ya'ni tadqiqot qiziqishlari va ilmiy tadqiqotlari hammasi kelib chiqadi. Demak, research focus, ya'ni quyi temperaturadagi transmission elektron mikroskop kuzatuviga qaratilgan ekan. Hop, mana u chiqargan maqolalar keltirilgan, uning yutuqlari hammasi qisqacha bo'lsa-da keltirilgan. Bu nima uchun kerak? Deylik, siz shu professorni tadqiqot sohasiga haqiqatda qiziqish bildirgansiz yoki shu paytgacha ushbu tadqiqot sohaga yaqin sohada o'zingizni ilmiy ishingizni olib borgansiz. Demak, siz ushbu professorga uni rahbarligi ostida magistr yoki doktoranturada o'qish niyatingiz borligini bildiruvchi qisqa va mazmunli matn yuborishingiz kerak. Buni email orqali professorga o'zingizni dastlab tanishtirasiz. Education, work experience haqida gapirishingiz mumkin. Va eng asosiy qismi bu, ya'ni nimaga siz ushbu tadqiqot sohasiga qiziqasiz, nima sizga turtki bo'lgan, nimaga sizda shunaqa tadqiqot sohasi bo'yicha qanaqadir tajribaga egasiz, shu haqida
yoritib, ya'ni magistrlik yoki doktorantura darajasini sizni rahbarligingiz ostida davom ettirishni xohlayman. Agar imkon berib, vaqtingiz bo'lganda, meni ma'lumotlarim bilan tanishib chiqishingizni so'rayman. Siz va oxiriga CV'ngizni, ya'ni rezyumengizni qo'shimcha havola qilib unga yuborasiz. U agar sizga qiziqish bildirsa, siz bilan aloqaga chiqadi, intervyu qilish mumkin yoki bir nechta hujjatlar so'rash mumkin yoki akademik transkriptingizni so'rash mumkin, o'qitilgan fanlaringiz qanday yo'nalishlarda o'qiganingizni bilish uchun yoki GPA'ni so'rash mumkin. Xullas, bir nechta kerakli hujjatlarni so'rash mumkin. U professorni o'ziga bog'liq bo'lgan narsalar. Xo'p, nimaga professor bilan aloqa o'rnatish muhim deydigan savol tug'iladigan bo'lsa, professor bilan aloqa o'rnatish nimaga muhim? Chunki professor agar sizga ishonsa, haqiqatda intervyu va imtihon qilib yoki hujjatlaringizdan kelib chiqqan holatda sizga ishonch bildirsa, sizga acceptance letter beradi. Bu qanaqa hujjat? Bu ya'ni universitet tomonidan sizni bitta professor o'zini rahbarligi ostida magistratura yoki doktoranturaga qabul qilishga tayyorligini bildiruvchi hujjat. Bu ariza topshirish jarayonida yutib beradigan hujjatlardan biri hisoblanadi. Xo'p, deylik, siz deadline oxirigacha hech qanday professor bilan aloqa o'rnata olmadingiz, ya'ni emailga yozganingiz bilan hech qanaqa javob qaytarmadi yoki ulgurmadingiz. Bu holatda ham siz barcha hujjatlaringizni ariza topshirish saytiga, ya'ni yuklaysiz. Boyagi xalqaro kollej sizning ariza ma'lumotlaringiz bilan tanishib chiqadi, tadqiqot sohangizni, qiziqishingizni aniqlaydi va sizning tadqiqot sohangizga mos bo'lgan professorga, departament yoki institutga sizni ariza materiallaringizni yuboradi. Bu yoqdagi professorlar o'zaro kelishib, haqiqatda sizni akademik performansingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizga albatta aloqaga chiqishadi, intervyu va imtihonlarga taklif qilishadi. Xo'p, keyingi qismida, ya'ni bu boyagi aytganimizdek, o'sha intervyu va imtihonlarni xalqaro kollej bilan birgalikda tashkil qiluvchi departamentlar keltirilgan. Xo'p, undan keyingi qismida bo'lsa application guideline, ya'ni bu eng muhim qismda, ya'ni ariza topshirish jarayonida arizasiga qo'yiladigan minimum talablar. Bu albatta hammasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Deylik, ingliz tili yoki o'sha til sertifikati bo'yicha qo'llayotgan talablar. Agar xitoy tilida o'qitiladigan kurslarga topshiradigan bo'lsangiz, ICSK 4 yoki undan yuqori darajadagi sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Ingliz tilida o'qitiladigan yo'nalishlarga topshiradigan bo'lsangiz, unda xalqaro darajada tan olinadigan ALES, TOEFL, Duolingo va hokazo xalqaro tan olinadigan sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Xo'p, boya aytgan gapim, ya'ni professor topolmasangiz, o'zlari sizni mos ravishda professorga yo'naltirish haqida yozilgan bu yerda. Onlayn institut, ya'ni fevral va mart oylarida asosiy intervyu bo'ladi va intervyu imtihonlardan yaxshi o'tganingizdan keyin sizga universitet tomonidan pre-admission letter, ya'ni qabuldan oldingi qabul hujjatini yuborishadi. Ushbu hujjatda nima ko'zda tutiladi? Ya'ni ushbu hujjatda siz topshirayotgan scholarship, ya'ni financial support haqida asosiy urg'u o'shanga qaratiladi. Ya'ni siz barcha imtihon va intervyulardan yaxshi o'tganingizdan keyin universitet sizni Xitoy hukumat stipendiyasiga, ya'ni deylik Kas Ansoga yoki shunga o'xshash bir nechta scholarshipga qilishi mumkin. Xo'p, yakuniy qarorlar bu iyun yoki iyul oyida chiqadi. Ko'rib turganingizdek, barcha kerakli ma'lumotlar universitet saytida keltirilgan. Ariza topshirish muddati, qachon boshlanishi va qachon tugashi haqidagi ma'lumotlar ham keltirilgan. Bu har yili o'zgaradigan yoki universitetga bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni deylik, 26-yil qabul uchun o'tgan yil 6-oktyabrdan boshlanib 31-yanvargacha davom etgan. Xuddi shunday scholarshipga ariza topshirish jarayonlari ham 31-yanvar eng oxirgi sana hisoblangan. Deylik, siz 31-yanvargacha barcha ma'lumotlaringizni, barcha ariza hujjatlaringizni yig'ib bo'lgandan keyin ariza topshirish tizimiga kirib, bemalol ariza topshirishingiz mumkin. Faqat
hujjatlaringiz, ariza materiallaringiz keltirilgan talablarga mos bo'lishi kerak. Ya'ni deylik, minimum talablari o'sha. Agar rus yoki o'zbek tilida yoki boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa, albatta uni xitoy yoki asosan ingliz tiliga notarial idoralardan um, notarial tarjima qildirib, uni saytga yuklashingiz kerak bo'ladi. Va kerakli hujjatlardan yana nechtasi bu ikkita professordan recommendation letter olishingiz kerak bo'ladi va research proposal yozgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Research proposalda kamida mingta so'zdan iborat o'zingizni tadqiqot sohangizni boyitib va magistratura darajasida nimani maqsad qilayotganingizni aniq ochib beradigan matn yuborishingiz kerak bo'ladi. Hop. Keyingi navbatda o'sha albatta hujjatlaringiz asl hujjat bo'lishi kerak. Ya'ni hech qanaqa soxtalashtirish yoki aldash yo'llarini qilmagan bo'lishingiz kerak. Bu juda qattiq tekshiriladi. Agar bu narsa aniqlanadigan bo'lsa, universitet sizni arzir tizimidan diskvalifikatsiya qiladi. Ya'ni va o'zini qora ro'yxat degan ro'yxati bor. O'sha ro'yxatga tushadigan bo'lsa, hech qachon bu universitetga qaytib ariza topshira olmaysiz. Offline non-degree programmasiga yoki offline degree programmasiga. Va yana bitta hujjatlardan biri bu physical examination form, ya'ni siz to'liq tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'ladi va uni saytga yuklashingiz kerak bo'ladi. Mana bir hujjat, bu sudlanmaganlik to'g'risidagi hujjat. Buni Mygovdan bemalol topib olishingiz mumkin. Lekin bu hujjatni o'zbekcha va rus variantlarida beradi. Buni albatta yana boyagidek notarial idoralarga borib, notariusga borib tasdiqlashingiz, notarial tarjima qildirishingiz kerak bo'ladi. Nihoyat hammaga muhim bo'lgan qism, ya'ni scholarship, ya'ni financial support qismi. Bu doktorantura, magistratura uchun yillik to'lovlarni qoplab beradi, sug'urtani qoplab beradi va yotoqxonani ta'minlab beradi. Agar yotoqxonadan tashqarida, kampusdan tashqarida turaman deydigan bo'lsangiz, oyiga 700 yuandan yiliga 8400 yuangacha subsidiya ajratadi. Kas-Anso degan hukumatning yana bir stipendiyasi bor. Bu stipendiya bir martalik, ya'ni birinchi yili borish va qaytish mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro transport xarajatlarini ham qoplaydi. Stipendiya beradi, ya'ni bakalavr, magistratura uchun 3000 yuan stipendiya, doktorantura uchun 6000 yuan, keyinchalik saralashdan o'tadigan bo'lsa yana 1000 yuan qo'shimcha o'qish hisobida doktoranturaga 7000 yuan, magistraturaga 3000 yuan stipendiya bilan ta'minlaydi. O'ylaymanki, kerakli deb bilgan barcha ma'lumotlarimni sizga yetkazdim. Agarda qo'shimcha savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol xalqaro kollejga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoki quyida bitta Telegram guruh linkini qoldiraman. O'sha guruhda Xitoyda o'qiyotgan magistr va doktorantura talabalaridan kerakli maslahatlarni olishingiz mumkin.